Yo'llar har qanday mamlakat taraqqiyotining muhim belgisi, xalqning farovonligi va hayot sifatining o'lchovidir. Samarqand viloyatida so'nggi yillarda yo'lsozlik sohasiga berilgan e'tibor, amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar nafaqat shahar markazlarida, balki qishloq va chekka hududlarda ham zamonaviy, qulay va barqaror transport yo'llarining barpo etilishiga xizmat qilmoqda. Davlat rahbari tashabbusi bilan yo'l infratuzilmasini takomillashtirishdagi bu sa'y-harakatlar xalq hayotidagi muhim o'zgarishlarning belgisi hisoblanadi. Bugungi kunda Samarqand viloyatida nafaqat magistral yo'llar, balki ichki yo'llar ta'miriga ham ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Deylik, Samarqand mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati davlat muassasasi buyurtmachiligida 2025-yilda viloyat bo'ylab ichki yo'llarning 2500 kilometr qismida asfaltlash va shag'allashtirish hamda 12 ta ko'prikda umumiy 578,1 milliard so'mlik qurilish montaj ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Paxtachi tumani bo'yicha umum foydalanuvdagi avtomobil yo'llarining jami umumiy uzunligi 219 kilometrni tashkil etadi. Shundan xalqaro ahamiyatga ega umum foydalanuvdagi avtomobil yo'llari 30 kilometr, davlat ahamiyatiga ega umum foydalanuvdagi avtomobil yo'llari 61 kilometr, mahalliy ahamiyatga ega umum foydalanuvdagi avtomobil yo'llari 128 kilometrni tashkil etadi. Joriy 2025-yilda xalqaro ahamiyatdagi avtomobil yo'llarida 15 kilometr, davlat ahamiyatidagi avtomobil yo'llarida 13 kilometr hamda mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'llarida 12 kilometr, jami 40 kilometr umum foydalanuvdagi avtomobil yo'llarida joriy ta'mirlash ishlaridan asfaltlash ishlari bajarildi. Yil yakunigacha M37 avtomobil yo'lidan Qarnapota qishlog'iga kirish avtomobil yo'lining 8-9 kilometr oralig'idagi ko'prikni qayta qurish ishlari va 1 kilometr masofada asfaltlash ishlari bajariladi. Bundan tashqari, tuman hududidan o'tuvchi umum foydalanuvdagi xalqaro ahamiyatga ega M37 Samarqand-Buxoro-Turkmanboshi avtomobil yo'lining 126-147 kilometr qismlari oralig'ida asfalt qoplama bilan joriy ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Oldingi yo'llarimiz juda ham bir yomon holatda edi. Bundan yo'lovchilar ham juda qiynalardi, shoferlar ham juda qiynalardi. Mana hozirgi kunda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Hamma mahallalarimizda yaxshi sharoitlar, yangi mahallalar qurilmoqda. Hammasi shu M37 yo'l yoqasida joylashgan bo'lib, aholiga ham boshqa har bir ishchi xodimlarga ham juda katta qulayliklar yaratilmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz. M37 yo'l trassasini 126 kilometrdan 147 kilometrgacha ta'mirlashlarni olib boryapti. Shu jarayonda bizda bu yerda 50 ta ishchi xodim bo'lib, shulardan 7 ta injener texnik xodimlari va ishlaydigan texnikamiz 2 ta katok, 2 ta avtogreder faoliyat ko'rsatib beryapti. 2 ta frezamiz eski asfalt qoplamasini olib chiqyapti. O'sha eski asfalt qoplamasini olib, biz o'sha yo'lda joriy ta'mirlayapmiz. Texnikamiz 25 ta samosavalimiz asfalt tashyapti. 2 ta asfalt yotqizuvchi texnikamiz ishlayapti bu yerda. Asfalt yotqizish uchun 4 ta katogimizdan ishlayapti. Asfalt yo'lda choponi hisoblanadi. Yog'ingarchilik yakmasam qorlarda suvni o'tkazmaslik uchun beton, eng sifatli beton o'shani ishlatyapmiz. O'zimizda chiqadigan shag'al ishlatilyapti. Qalinligi 6 sm. Bu o'sha M37 yo'limiz hozir Paxtachi tumanida 126 dan 147 gacha boradi. Undan keyin Oqdaryo tumanida o'tgan M37 yo'limizni ma'lum qismlarini, kerakli qismlarini ta'mirlash ishlari olib boriladi. 35-kilometrgacha boramiz. Bugun yurtimizda yo'l infratuzilmasini yaxshilash, mavjudlarni ta'mirlash, shuningdek yangi avtomobil yo'llarini qurishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Bu faqat haydovchilar uchun qulaylik emas, balki xalqimizning turmush darajasini yaxshilash, shuningdek ishlab chiqarish va savdoni rivojlantirish, eng muhimi esa farovonlik uchun xizmat qilyapti.
2017-yildan beri haydovchiman. Testi bu yordamda. Yo'llarimiz uncha yaxshi emas edi, hozir yaxshi. Remont bo'lib, qancha o'zgarishlar bo'lgan. Ichkari yo'llar ham yaxshi bo'lib qoldi. Hammasi. Kasalga yetroq borishga yaxshi. Mashina buzilmaydi. Yarim soat ketgan bo'lsa 15 minutda boryapmiz endi. Prezidentimizga rahmat. Shuncha sharoit qilib yo'llar qilyapti. Vaqtida yetib borganimizdan keyin o'zimizdan xursand bo'lamiz. Samarqand viloyatida zarbdor tajribasi asosida iqtisodiy rivojlanish va aholi bandligini ta'minlash uchun driver loyihalari amalga oshirilyapti. Ushbu loyihalar doirasida yo'l infratuzilmasini yaxshilashga 23,2 milliard so'm mablag' ajratilib, viloyat bo'yicha 32,5 kilometr yo'l barpo etilmoqda. Paxtachi tumanining Suluqo'rg'on mahallasida esa ekoturizm va baliqchilik sohasidagi loyihalar amaliyotga joriy etilyapti. Bu mahalla aholisi uchun yangi ish o'rinlari yaratish, xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayni paytda mahallada 40 ga yaqin tadbirkor faoliyat yuritmoqda va ular orqali 100 nafardan ortiq aholining bandligi ta'minlangan. Prezidentimizning qaroriga asosan ekoturizm markazi etib tanlab olindi. Shu bo'yicha hozir ishlar ketyapti. Tungi yoritgich chiroqlari qo'yib berildi, asfaltlashtirildi, piyodalar yo'lakchasi qilindi. Keyin tadbirkorlarimiz, bir qator baliqxonalarimiz ta'mirlandi. Keyin turizm loyihasiga muvofiq kichik oshxona yo'li yo'nalishi bo'yicha bir 10 ga yaqin kichik do'konlar qo'yilyapti. Xalqimiz xursand, tadbirkorlarimiz ishlab oilasini terbatyapti. Bizlarning driver loyihamiz baliqchilik va xizmat ko'rsatish, bir qator savdo obyektlari. Xalqimiz xursand. Qariyb 40 nafar tadbirkorlarimiz bor. Uni orqasidan bir 100 ga yaqin ishsizlarimiz band bo'ldi. Bu juda qulay o'rta yo'l hisoblanadi. Xatirchiga bog'laydigan 65 kilometr yo'l mana shu yo'lning hisobiga tejaladi. Qatnov yaxshi. Ha, yo'llar nafaqat harakat uchun vosita, balki iqtisodiy taraqqiyotga olib boruvchi yo'nalish sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Hudud ahli, haydovchi va yo'lovchilar bu kabi o'zgarishlardan mamnun va o'z hayotidagi qulayliklarni sezmoqda. Ko'chalar chang o'taydi, yurib bo'lmasdi. Texnikalar ham yurilmasdi. Mana endi qarang, texnikalarda ham qanday. Yo'llarimiz ravon, tekis hozir, yaxshi. Mahallamiz chiqib obod bo'lyapti. Kundan kun o'zgarish katta. Kundan kunga mana obod bo'lyapti mana ko'chalarimiz. Aholi yurishga mana trotuarlar qilindi yangi. Obod bu yaxshi bo'ldi, mana trotuarlar qo'ydiman. Bundan keyin xalqimiz yaxshi parvon yashayapti. Yo'llar bu nafaqat geografik manzilga yetkazadi, balki mamlakat taraqqiyoti, xalq farovonligi va iqtisodiy barqarorlikka yo'l ochuvchi muhim omildir. Samarqand viloyatida amalga oshirilayotgan yo'lsozlik ishlari nafaqat transport infratuzilmasini takomillashtirish, balki aholi hayotini yaxshilash, yangi ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi.